Manda Dyson yo'laki manam pishni ukladkalar xohlayman. Tekis kesilgan sochimga desangiz, ekranga yaqinroq o'tiring, Dyson siz ham zo'r ukladka qilishni ko'rsataman. Birinchi qadam sochlarimni shampun bilan yuvib olish. Ular juda ham tekis va yog'li bo'lganiga объемni ukladkalarni orzu ham qilmasam bo'ladi. Lekin bu safar emas, объемiga o'zingizlar bir baho beringlar. Do, posle. Eslab qolinglar, sochinglar quruq, ammo ozgina влажный bo'lishi kerak. Примерно hozir manikidaqa. Cho'lkamizdan boshlaymiz. To'g'ri o'raymiz. Sochimizni mana shunday ko'rinishda olamiz, to'g'riga. Xuddi shunday sochni olamiz. Oldik va bu sochlarga qo'shib, to'g'riga qarab o'rashni davom etamiz. O'ziga o'rab qo'yamiz. Va ustidan rezinka. Ikkinchi tarafini ham qilganinglardan so'ng ozgina qo'chqorchaga o'xshab qolamiz. 10 hours later. Sochlarim kechasi bilan o'rilgan edi. Sochlarim birinchidan juda ham объемный, ikkinchidan xushbo'y hid taratyapti. Mani sochlarim silliq va tekis, bu degani объемный ukladkalarni umuman ushlamaydi. Aynan shu sababli tarkibida keramidlar bor lineykani tanladim. Yokida sochlarim ipakday mayin bo'lishini xohlaganimda tarkibida aminokislotalari bor siyoh rang kerasil shampunini tanlagan bo'lardim.